erkalab suyishlar hayal bo'ldi-ku, hattoki so'zlashmoq malol bo'ldi-ku. Erkalab suyishlar hayal bo'ldi-ku, hattoki so'zlashmoq malol bo'ldi-ku. Ko'ngil aldovlarga ko'nmay qo'ydi-ku, ko'ngil aldovlarga ko'nmay qo'ydi-ku. Men sizni sog'indim, sog'indingizmi? Men sizni sog'indim, sog'indingizmi? Taqdirga tan berib yashaymi endi, dengizga to'lqin bo'lib toshaymi yozsin, o'zlaridan ko'paysin, baxtli bo'lsin, sog' salomat bo'lib yashaysin, yuzi uylarida baxt bo'lsin. Urra! Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah'ım, Allah'ıma şükür, ko'rsatganiga şükür, yetkazganiga şükür, shunchalik bo'lib o'tirganingizda behisob shukr. Yoshlar Xudo xohlasin, kelgan kelinimiz insoflik, imoylik, ibodatli bo'lsin. Onam desin, uyim desin, joyim desin, boshqa ko'paysin. Shu rohatini bizga ko'rishga bizga nasib etin. Hech kim kasal bo'lmasin, hammamiz sog' salomat bo'lib, nevara chevarani suyaylik. To'y ko'raylik, g'am ko'rmaylik. Xudoning stolingiz hamisha to'la bo'lsin. Yastig'ingiz to'la nevara chevarangiz ko'rin. Shu rohatni ko'rishga nasib etin. Hammamiz to'y ko'raylik, g'am ko'rmaylik. Endi Xudo xolasa Alloh bolamga kelishda hammamizga nasib etsin. Robbana otina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Rahmatka yo rahmat. Xudolar mı? Yok. Ha, xudolar, ha. Bo'lalar. Naqashlar. Voy, balasi. Qanday? Yaxshimiz? Yo, baxtli bo'lsin. Yaxshi. Qoshlaringiz qaroligi qalamdanmi? Yuzlaringiz safroligi g'alamdanmi? Tingasiz siz ham bani odamdanmi? Yo parimu, yo farishta, yo qig'ilmon. Aytingasiz siz ham bani odamdanmi? Yo parimu, yo farishta, yo qig'ilmon. Qoshlaringiz qaroligi qalamdanmi? Qalamdan. Yuzlaringiz safroligi alamdanmi? Alamdan. Qoshlaringiz qaroligi qalamdanmi? Qalamdan. Ayting asli siz ham bani odamdanmi? Odamdan. Fig'on etdim. Siz barchimmi yo kumushmi yo zuhraxon? Tohirdayin sog'inchlardan fig'on etdim. Siz barchimmi yo kumushmi yo zuhraxon? Qoshlaringiz qaroligi qalamdanmi? Qalamdan. Yuzlaringiz safroligi alamdanmi? Alamdan. Qoshlaringiz qaroligi qalamdanmi? Qalamdan. Ayting asli siz ham bani odamdanmi? Odamdan. Topilmi yoki menga qirqta dormi? Bilingizda zarra
Ваши пожелания молодым? Давай, Только счастья, здоровья, всех благ. все молодые, чтобы были здоровые, главное. Побольше детишек. Ура! Ой, той құтты болсын, жігіттер. Той құтты болсын. Бір тілек айтыңыз. Екі жас бақытты болсын, той құтты болсын. Ура! Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin ala ashabi ecmaîn. Amma ba'd. Assalomu alaykum hurmatli jamoat. Mana shu yerda aka-ukalar, hoji-ukalar, hoji-akalar, yori birodar do'stlar, xush kelibsizlar shu xonadonga. Bugungi majlisimiz sababi mana 2 yosh ekan. Olimjon o'g'illarini mana uylantiryapti. Muborak bo'lsin. 2 yosh baxtli bo'lsin. Ser davlat, ser farzand bo'lib, Xudo xolasa, nargi dunyoda ham birga bo'lishni nasib qilsin. Mana shunaqa duo bor. Alloh xolasa, mana shunaqa duo qilish kerak ekanda, nargi dunyoda ham birga bo'lishni nasib qilsin deb aytish kerak ekan. Mana endi to'y tantana bu Pokiston bormi, Afg'oniston bormi? Все, свет. Звук. Звук дай. GoPro. Bismillah. Oldu. Svet oldu. Bu narsa Yo'qmadi. Pokiston, Afg'onistonda mana o'zimizda O'rta Osiyada shodlik deydi. Shodi deydi. Shodi degan narsa xursandchilik ekanda, xursandchilik. O'shaning uchun hammamiz xursand bo'lib, bir-birimizga yaxshi gapirib, nima qilib o'tirish kerak ekan. Mana shu to'yning marosimida Alloh xolasa mana 4 ta bola tomonidan nimasi bor ekan, yo'l yo'rig'i bor ekan. Qiz tomonda ham 4 ta nimasi bor ekan, talabi bor ekan. Bittasini aytib ketamiz Xudo xolasa. Mana aytganimiz nima? Mana qiz bola turmushga chiqyapti. Otasiga rahmat oldiray desa, o'sha uchun ota-onasi nasihat qilish kerak ekanda, to'ydan oldin mana qizim sana vaqtlik o'qitdik, voyaga yetkazib, mana endi Xudo xolasa, sen mana boshqa oilaga borasan. Senga sen turmushga beramiz deb aytar ekan. Aytish kerak ekanda. O'sha yerda 2 ta odam bo'ladi. Bittasi ismi qaynona, bittasi qaynota deydi. O'shalarni hurmat qilasan, yaqinlarni hurmat qilasan deb aytish kerak ekan. Otasiga hurmat ko'rsatadigan qiz, rahmatini olib beradigan qiz o'shanaqa bo'lish kerak ekanda. Yaqinlarni ham hurmat qilasan desa, nasihat o'sha kelin zaifi. Bu juda qiyin narsada. Ruxsat bermasa bir yoqqa обязательно uchraydi. Yo pulini yo'qotadi, yo tam bir nima qiladi, deport bo'lib ketadi. Alloh saqlasin. O'shaning uchun mana ruxsat bersa, nima qilib borish kerak ekan. Mana shunaqa narsalar bor ekan. Shunga ahamiyat beraylik, Xudo xolasa. Mana bugungi sababchi nimalar, biz uzoqdan kelgan sababimiz shaharning ichidan, ya'ni Saidxon mahalla, Domla mahallasidan kelganmiz. Nima sababdan desangiz shu, o'sha yerda mana Olimjonda ota bobolari o'shadan o'tib ketgan. O'tishgan. Mana Mulla Muhiddin otamiz, bobolari, hoji amakilari, katta dadalari, yo'da To'xtaka amakimiz mana amakilari, G'anaka mana otalari, mana shular o'shada nima qilib o'tib ketishgan ekan. Ona tarafdan mana Mir Haydar bo'lardi. Biz ularni ko'rganmiz yoshligimizda, kichikligimizda. U bobolarni ko'rganmiz. O'shalarning nevaralari, mana shu Olimjon. Ona tarafdan tam bilmadim nimalari ko'p chiqar. Mana shunaqa nimalar bor. O'sha esimizga nima qilib, bizni esga olib, biz sizlarni chaqirib, mana mahalla ahlini chaqirgan. Rahmat sizga, Olimjon. Mana shu yerda kattalarda endi
nimalar nasib makanayimiz borlar, Xudo xolasa umrlari uzoq bo'lsin. Bolalariga bosh bo'lsinlar, Xudo xolasa nevaralarga bosh bo'lsin. Shu xonadondan tag'in bir yaxshi to'ylar, tantanalar bo'lsin, Xudo xolasa. Bosh qo'shib o'tiraylik, Xudo xolasa shu yerda. Alloh xolasa. Mana shunaqa nasihatlar, mana shunaqa nimalar aytgan so'zlarimiz bor ekan mana. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Rahmat. Ilmi bag'yan baynahum yakbur biyamatillahi fa innallahi sayrul hisab. Qul Allahumma malikal tutul mulku multasha wa tanzilul mulku multasha man tu'izu man tasha man tuzillu man tasha biyadihil khayr innaka kulli shay'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallohu ahad. Allahu samad. Lam yalid va lam yulad yakun kunahad. Sadaqallahul azim. Subhana rabbika rabbil izzati yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam al aşrafil evvel mursalin Seyyidina Nebine Muhammedin Mustafa sallallahu teala ala ashabi ecmain. Tilavati Kur'an, salavati iman, avvela şette oturgan, şette yurganlarning yuraklarini nurlantirsin. Bizdan avvela o'tib ketganlar Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ruhlariga, anbiya, sahobalarning ruhlariga, tabiinning ruhlariga bag'ishladik. Shu mana to'yda egalari mana o'tib ketgan ota-bobolarning arvohlariga Alloh taolo ona avlod, ota avlodning arvohlariga bag'ishladik. Mana 2 yosh sababchi ekan, baxt, saodat, uvalik, juvalik bo'lib, Xudo xolasa tam bosh qo'shdi nasib qilsin hammamizga. Bizlar xizmatda bo'laylik. Zamonimiz tinch bo'lsin. Mana ko'pchilik o'tiribdi, amin deb Alloh taolo xonadonlarda ham shunaqa yaxshi to'ylar bo'lsin, Xudo xolasa. Allohumma jalili Qur'onana fi dunya karina bifadika judika haramika. Allahumma maghfirli walidal ustazi li jami' mu'minin minat va muslimina muslimat. Rabbana taqabbal innaka sami'alim. Rabbana atmin nuran waqfina kulli shay'in qadir. Rabbana atina fi dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qabul bo'lsin. İlahi yegan içkenlerimiz savabını şekilde mutlu. Birge bağışlayımız 2 yoz koşkanımdan koşa karısın. 2 yağım rahatını görsün hamız. Rabbana atina fid dunya hasanatan ve fil ahireti hasanatan ve qina azabannar. Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. İlahi amin. Xudo xolasa yegan savobı o'tganlarga tegsin, payg'ambarlarga tegsin, arvohlarga tegsin, jami o'tib ketganlar arvohlarga tegsin. Ilohi amin. Shu holda hamisha to'y tomosha kuyovimga kelib qo'shiq qarisin, o'g'li bo'lsin. Xudo xolasa yaxshi xizmatlar qilsin. Elimizga yurtimiz tinchlik, omonlik bo'lsin. Xudo xolasa boshqa to'yda chiqmaydi. Rabbana atina fid dunya hasanatan va qina azabannar. Amin. Söngenim yok Erta hazan Gül kebi Sargayıp solganim yok Fakat İslam Fakat İslam Fakat İslam Fakat İslam Yığlaysa Birinci mahabbeti İslam ağrı Yığlaysa İslam bağrın tağlaysan
Yolla kızlar. Esla bağırın tığlaysa. Esla